Assalomu alaykum. Ko'rgazma uchun bir tup apelsinimizni qoldirgan edik. Bu sitrus uylarda yaxshi jihati shundaki, mana hosili ham bo'laveradi. Hosilni qoldirsangiz mana gullari tugib, yana yangi hosil beryapti. Bu mevalar o'zi o'tgan yil dekabr oylarida, yanvar oylarida pishgan edi. Endi joyida qoldirdik, kelganlarga ko'rsatish uchun. Mana hozir mashina kesib ko'rsatishi mumkin. Unaqa suvni yo'qotmagan, hammasi suvli. Hozir mana kesamizda. Suvlar oqib ketyapti, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi jihati shundaki, apelsinda suv yo'qolmaydi mandaringa o'xshab. Bemalol daraxtda qoldirishingiz mumkin. Bir tup bo'lsa ham yil davomida sizlarni meva bilan ta'minlab turadi. Agar joyida qoldirsanglar, ta'mini ham ko'rishingiz mumkin. Kun issiq bo'layotganiga qaramasdan, mana hozir o'zini ta'mini ham, suvni ham yo'qotmagan. Endi albatta hamma daraxtlarni bunaqa qilinglar deb maslahat bermayman, chunki menda ko'p, shuning uchun bir tupini qoldirdim. Chunki bu keyinchalik hosilni bariga kamayishiga ta'sir qiladi. Ma'lum bir qismini kuchini egallab olgani uchun hosili kamroq bo'ladi. Shuni hisobiga bir tupni o'zingiz uchun qoldirsanglar bo'ladi.